xursandman hammanglar bir turganimdan. Men Kamilos rayonman. Juda ham ko'p joylarda tahsil olganman. Rossiyaning ko'plab shaharlarida tahsil olganman, Dubayda tahsil olganman. Meni osteopatiya yo'nalishini O'zbekistonda targ'ib etib, kuchaytirishga, o'sha texnikalarni kirgizishga harakat qilyapman. Nimaga deganda, osteopatiya bu shunaqangi narsaki, har bir doktor o'zini sistemasi bilan davolash bilan shug'ullanadi. Osteopatiya bo'lsa, bu tanamiz bu общий umumiy tizim hisoblanadi. Har bir tanani, har bir a'zosi, har bir hujayra, har bir to'qimalar, har bir organlar bir-biriga umumiy bog'langan. O'shaning uchun tanamizdagi любой joydagi asosiy sabab keltirib chiqqan kasallikni ko'p asoratlari bo'ladi. Keyin har bir vrachlar o'sha asoratlarni davolash bilan olishib yotishadi. Lekin osteopatiya asosiy prichinani topib, o'shani ustroniyat qilish hisobiga ko'plab asoratlarni ketkiza oladi. Hozirgi kunda eng asosiy travmalar